videoda atrofingizdagi yaqinlaringizga ham shu 5 tanasidan aytishingiz mumkin bo'lmagan narsalar haqida gaplashamiz. Ushbu 5 ta sirni bilib, o'zingizning muammolardan xalos qiling. Birinchisi rejalar va maqsadlar. Sizni kelajakdagi qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz, rejalaringizni hammaga ham aytmang. Chunki 70-80% insonlarga bu qiziq emas. Sizni maqsadlaringiz yetgan paytingizda sizda shunaqa bir narsa paydo bo'ladiki, xuddi o'sha ishni qilib qo'ygandek tasavvur qilasiz va sizni o'sha ishni amalga oshirishga bo'lgan ehtimolligi, energiyangiz borgan sari tushib boradi. Va bitta narsani biling, bizda shunaqa narsa borki, sizni qo'llab-quvvatlaydigan, "Davay oldinga yur, sen bilaman" deydigan insondan ko'ra siz orqaga tortadigan, ko'rolmaydigan, hasad qiladigan insonlar ko'proq bo'ladi. Atrofingizda ham shunaqa insonlar bor. Xususan siz bitta ishni qilib boshlagan paytingizda qo'lingdan kelmaydi, eplolmaydi degan insonlardan tashqari sizga raqobatchi sifatida chiqib qolgan insonlar ko'p bo'ladi. Misol uchun oddiy paynet oladigan bo'lsangiz, paynet olsangiz, albatta kimdir yoningizga bitta paynet ochadi. Yoki sizni ideyangiz shunaqa bir zo'r g'oyangiz, qanaqadir bir qilmoqchi bo'lgan ishingiz bor, o'sha ishni hammaga aytib shuni qilaman desangiz, tasavvur qiling, xuddi o'sha xayoliga hech narsa kelmagan, nimadir qilmoqchi, lekin xayolida yo'q bo'lgan inson o'sha ideyangizni eshitib, "Bu zo'r g'oya ekan, davaychi qilaman" deb sizdan oldin qilib qo'yishi mumkin. To'g'ri, rizq Allohdan, lekin bitta narsani biling, kim birinchi bozorga kirsa, kim birinchi o'sha hududda birinchi bo'lib qilsa, kim olib kirgan, o'sha palonchi olib kirgan. O'sha ishni birinchi Abdurahmon qilgan, misol uchun-da. Shuning uchun ideya, g'oyalaringizni, maqsadlaringizni hech kimga aytmang. Aytadi-yu, qilayotgan ishing sokin bo'lsin, natijasi shovqinli bo'lsin deb. Ikkinchisi, topadigan daromadingizni va oyligingizni hech kimga aytmang. Hatto yaqinlaringizga ham aytishingiz shart emas. Moliyaviy holatni oshkor qilish, oxirgi savol-javoblar, qanaqadir bir so'rovlar, shu kabi noqulay holatlarga olib kelib qo'yishi mumkin. Sizni misol uchun oyligingiz $500, $1000, balki $2000 topayotgan daromadingiz. Bu olayotgan oyligingiz, topayotgan pulingizni qaysidir tanishlaringizga, do'stlaringizga, misol uchun yaqinlaringizga aytishingiz oqibatida sizga katta ehtimol bilan havas emas, hasad tuyg'usi ham paydo bo'lib qolish ehtimolligi bormi? Albatta bor. To'g'ri, rizqni hammamizga berguvchi Alloh, lekin hammaga har xil topishi mumkin. Shuning uchun ortiqcha gap so'z, shunaqa narsalar paydo bo'lishini istamasangiz, topayotgan pulingizni hech kimga aytmang. Keling, topayotgan pulingiz tinchgina sir bo'la qolsin. Haligi kattalar gap bor-ku, ayol qizlardan yoshini so'rama, erkaklardan oyligini topadigan pulni so'rama deyishgan. Uchinchisi, uyingizdagi yoki ishxonangizdagi kamchiliklarni, muammolarni tashqariga hammaga olib chiqish shart emas. Buni iloji boricha ichkaridan hal qilishga harakat qiling. Bu holatga siz muammolaringizni, kamchiliklaringizni, problemalarningizni eshitib, 80-90% insonlarga qiziq emas siz muammolaringiz. O'zi yetarli, uning ham muammolari o'ziga yetarli. Bitta muammo siz bilan bizda emas, hamma insonlarda o'ziga yarasha muammolari, kamchiliklari, problemalari bor. Ba'zi bir insonlar sizning muammolaringizni, qiyin holatda ekanligingizni ko'rib mazza qilishadi. Yana bir gap, uydagi muammolarni, kamchiliklar ko'chaga olib chiqish bu aqlli insonning ishi emas. 4-ga keldik. Qilgan ehson ishlaringiz va savob amallaringizni ham hech kimga aytmang. Yaxshi ishlarni ko'pchilikka oshkor qilish uning qadrsizlanishiga olib keladi. Sir saqlanish esa uni yana ham yuksaltiradi. Hali kattalar bir gap bor-ku, o'ng qo'ling bergani chap qo'ling ko'rmasin. Shunday ekan, savob ishlaringiz savobi yana ham ko'proq bo'lishini, uzoqroqqa yetib borishni istasangiz, ko'pchilikka bildirmasdan savob ishlaringizni qilib yuring. Xo'p, 5-siga ham yetib keldik. Keling, 5-sini siz ayta qoling. Sizningcha hech kimga aytish mumkin bo'lmagan yana qanday ishlar bor? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Balki kimlarningdir hayotini o'zgartirishiga sizning ham qoldirgan fikringiz sababchi bo'lib qolishi mumkin. Agar ushbu video sizga ozgina bo'lsa ham foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying, shu kabi foydali videolarni ko'rib ko'rmaslik uchun. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.